Ko'ni bir o'tallarga bir amal qilib boqay do'stlar. Ya'ni shu bir necha yilni yaxshi o'tlib kelyaptimi, nurg'un char amallarni qilsam faqat to'xtamaydi deyotgan do'stlar. Undan boshqa musiqani yaxshi balki o'tlib ketib bormaydi deyotgan do'stlarga bir amal qilib boqay. O'talmayotgan o'pki kanallari yaxshi do'stlar, bu videoni sirib o'tab ketinglar, chunki sizlar ko'msanglar bo'ldi. Undan boshqa doim o'tlayotgan necha yilni yaxshi qilib qo'yadi, nurg'un char amallarni qilsam to'xtamaydi bu o'tal deyotgan do'stlar. Uning yaxshi yaqinni yaxshi o'tlib sal avratgan do'stlar, maya qaranglar, nayt oddiy charva dapirma foydalanib qilinglar. Necha kun yaxshi film chiqaryapmiz, yaxshi qo'llayapsizlar do'stlar. Bu bir jiqaroq bir qo'llab bizni qo'shilib, olti raqamli jiqaroq yo'llab, yurakdan jiqaroq berib qo'yinglar. Unda qilsanglar, men ko'rishni ashidika boshqalarga bir foydalanib qoladi ekan. Biz katta do'stlar, bir tal savz olamiz. Agar kichikroq bo'lsa, 2 tal savzni ilib qalamchi qilib to'g'rib olamiz. Uning ustiga 10 tal chilanni olamiz. Ikkisini ilashtirib, ko'rdak qaynash suv silib qaynatib ko'rdak bir narsaga silib, naq mo'shu içinde ikki chimishlar charaq içinde suvni quyib, sos o'tda bir chin suyu haqida qaynatamiz. Qaynatib suzib olgandan keyin shu suzib olgan suyga ishkichish samsoqchilik navatni silib, amdan ilashtirib 3 ga bo'lib, atiganda tushda kashda shu vaqt 3 ga bo'lib ichib bersak, uzildimay bir mazgil qilib bersak, hozir deb o'tgan shu ko'ni o'tallarga xil undan manfaat qildi. Shunga bu oddiy chardan foyda qilinglar do'stlar.